aziz, bilimga chanqoq, yosh kitobxonlar. Mana bugun bizning axborot kutubxona markazimizning abonementlar va foydalanuvchilarga xizmat ko'rsatish xizmati mutaxassisi Hamrayeva Umida. Men asosan siz 1-sinfdan 11-sinfgacha bo'lgan yosh kitobxonlar bilan ishlayman. Hozir men sizlarga qo'limdagi kitob Yaxshi niyat kitobidan sizlarga qisqacha kerakli e'tiborlaringizga havola etiladigan joylardan havola etaman. Ushbu Yaxshi niyat kitobi yosh nihol farzandlarimizning, asosan siz o'sib kelayotgan yosh kitobxonlarga bag'ishlanadi. Ruhan sog'lom bo'lib, kamol topishlaringda, aql salohiyatining barqaror rivojlanishida, xulq-atvorning sayqallanishida kitob mutolaasi o'ziga xos o'rin egallaydi. Kitob do'st, kitob muallim, kitob murabbiy va an'analarga muvofiq mutolaa zavqi hosil qiluvchi, asosan siz yoshlarning barkamol kelajakda kerakli kasb egasi bo'lishingiz uchun sizlarga yaqindan yordam beradi. Aziz yosh kitobni mutolaa qilishingizni va kutubxonamizga tez tashrif buyurib, kitobga mehr qo'yishingizni tilakdoshiman.